Aytaylik, qanday bir insonda qon bosimi bor. Bu yetarlicha sabab. Undan tashqari agar bu insonda qandli diabet bo'lsa, undan tashqari semiz bo'lsa va ichsa yoki chaksa, ya'ni insultga olib kelish sabablar ko'payib ketadi. Va katta ehtimol bilan bitta emas, bir nechtada va katta ehtimol bilan bu insonda kelayotgan bir necha yillarda insultga uchrash xavfi juda ham baland. Shundan xavf omillarini kamaytirish bilan yoki aytaylik, xo'p, qandli diabet kasalligiga uchragan, nima qilish kerak desa, shu kasallikni nazoratini kuchaytirish kerak. Yoki qon bosimi oshadigan insonlar bor. Juda ham ko'p bunaqa insonlar oramizda. Doimiy qon bosimi nazorati, tavsiya qilingan dorilarni doimiy ichish kerakli dozada. Bir xil bemorlar aytishadi, shu men ichib turaman, qon bosimi oshsa ichaman deydi. Yo'q, bu o'zlari ham bilmay qoladi qon bosimi oshganini. Ya'ni doimiy oshib yuradigan insonlar sezmay qoladi buni. Chunki tavsiya qilinadi, oshsa oshmasa doimiy kuniga bir mahal, ikki mahal qon bosimini nazorat qilish, o'lchab turish va kerakli dorilarni tavsiya qilingan shifokor tomonidan qon bosimini tushiradigan preparatlarni vaqtida ichish.